أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Bugünkü dersimiz şu kitabımızın çok ikinci kısmı El-Ahkam El-Şer'iyyeninki ikinci babı yani El-Hukm degan babga kelgan to'q. Biz hukmni ta'rifatidagi talaban أو تخييرا أو وضعا degan 3 dona qaydninki taqozosi bilan hukm taklifi va hukm vod'i deb cho'ng jihatini ikkiga bo'lgan to'q. Ilgirgi darsimizda hukm taklifining bosh qismini so'zlab o'tib, hukm vod'ininki as-sabab, ash-shart, al-mani qismlarini so'zlab o'tgan. Endi bugungi darsimiz ar-ruxsa val azima, undan keyin as-sihha val butlan. Amaliyotda bugungi darsdagi ar-ruxsa val azima, as-sihha val butlan hukmul vod'ininki ichidagi mustaqil bir qism bo'lmaydi hisobda. Ba'zi usul kitoblarda, ba'zi usul ulamolarining nazarida bular hukm taklifatga, hukm taklifiga nisbatan tavada qaraydiganlar bor. Har holda hukmni tepiladigan bir xil alohidlik nisbat deb qarashga bo'ladi. Masalan, oddiygina aytsak, ruxsat hukmning asli hukmininki amaldan qoldirilib, o'rniga taxfif hukmlarininki yo'lga qo'yilishi, azima asli hukmning yo'lga qo'yilishi. Sihha butlan deganimiz hukmning yoki bir aqdining, yo bir tasarrufotning, yo bir taklifatninki sahih tariqada ado qilinishi yoki sahih bo'lmaslik qatorliq bir tepiladigan sifatlar. Albatta, ruxsatmi ma'lum bir sabab, masalan, oldingi vad'i babda so'zlangan sabab yoki shart yoki mani degandek bir omillar hukmul vod'i tepilish orqali andakin hukmda ruxsat degan sifat tepiladi. Yoki shu sabab shart mani qatorliq omillarninki tepilmasligiga qarab turib azima tepiladi. Yoshlarning tepilishiga qarab turib hukmda sihhalik bilan hukm qilinadi yoki butlan ya'ni botillik bilan hukm qilinadi. Bular hammasi hukmni tepiladigan bir xil alohidlik. Amaliyotda ma alohidliklar hukmul vod'iga xos emas, hukm taklifi tepiladi. Ba'zi kitoblarda shunlashqa ma yuqoridagi ruxsa val azima, as-sihha val butlanlarni hukm taklifining qatorida olib qo'ydi. Endi bugungi darsimiz asosliqqa bir mushu haqdagi ma'lumotlarni bilib olishga tegishli nazariy mazmunlar amba qiyin emas, shunga tezroq so'zlaymiz do'stlar. Ruxsa azimadagi bularning ta'rifatiga kelib avtor deyotdi. Ar-ruxsa hiya ma shara'ahu Alloh min al-ahkam takhfifan 'ala al-mukallaf fi halatin khassa taqtadi hadha at-takhfif. أو هي ما شرع لعذر شاق في حالات خاصة أو هي استباحة المحظور بدليل مع قيام دليل الحظر. مثلا رخصة ديجاننا أبطر 3 خل تعريفات قلده. مثلا birinchi xil ta'rifatda buna deb ta'rif qilaylik. Ruxsat deganimiz Alloh hukmlarining ichidan yengillashtirishni taqozo qiladigan xos ahvollarda yengillaштirish uchun yo'lga qo'ygan ahkamlar ruxsat bo'ladi. Masalan, ma'lum bir ahvol bir yengillikni taqozo qilyotdi. Ma ahvolda asli hukm ijro qilinsa qiyinchilik bo'lib qoladi. Ma tufaylidan Alloh ma'lum hukmlarni yo'l qo'yib beradi. Ma'ni biz ruxsat deymiz. Bu birinchi xil ta'rifat. Ikkinchi xil ta'rifatda buni ta'rif qilaylik. Ruxsat degan nima desa, xos ahvollarda mushaqqatli qiyin bo'lgan bir o'zr tufaylidan yo'l qo'yilgan hukm. Bu ikkinchi xil ta'rifat. Uchinchi xil ta'rifat garchi cheklash dalili bo'lgan bo'lsa-mu, lekin ma'lum bir dalilga tayanib turib, bu cheklimini muboh qilishning o'zi ruxsat deb ataladi. Demak, endi biz o'zimiz tushungan vaqtimizda avtorning yuqorqi 3 xil ta'rifatini biz bunda mazmun jihatda xulosalasak, ruxsat degan nima desa, asldagi kelgan hukmninki, mayli aslida kelgan hukm vojib bo'lsin yoki harom bo'lsin, yengillatish uchun qana qilinishi, boshqa hukmdagi almashtirilishi xulosliga vaqtda. Ya'ni asli hukmning o'rniga ma'lum bir shuni taqozo qiladigan bir ahvolda asli hukmni tashlab yoki amaldan qoldirib boshqa hukm bilan qana qilish, almashtirish. Masalan, buningki vojibotlardan muharram nima tepiladi. Masalan, asli hukm peshinni 4 rakat o'qishdi. Safar degan umumiy o'zlik bir mashaqqatning ehtimoli va o'rniga chiqa. Mushu sabab tufaylidan aslidagi 4 rakatlik peshin safarda 2 rakatga qoldirildi.
Namoz asli o'z vaqtida o'qilish asli hukmdi. Ba'zi bir ahvollarda namozni, masalan, pishimni asr bilan, shamni xuftan bilan jami qilib o'qish ma'lum bir o'zrininki, ma'lum bir ahvollar tufaylidan yo'lga qo'yildi. Mana bu ruxsat. Asli Ramazon oydiki bo'lgan odamning har qanday ro'zasi vojib ishdi. Masalan, kasal yoki boshqa safar degandek ma'lum sabablar tufaylidan iftor qilib atsami, masalan, Ramazon tutmasami, buni muboh qilindi masalan. Bularning hammasi asli hukmninki, ya'ni asli vojib, farz shaklda qo'yilgan hukmninki ma'lum bir ruxsatni taqozo qiladigan bir ahvollardagi alohida ahvolni ko'z tutib, yengil hukmga almashtirilishi. Buning o'zi ruxsat. Yoki bir ish harom qilingan. Masalan, masquvchi amallar harom. Lekin birovni operatsiya qilish uchun uningga masquvchi moddalar bilan uni masq qilib operatsiya qilsa bo'ladi masalan. Bir odam sara yoki yeydigan, ichadigan bir narsa yo'q yerda ketib o'tib, o'lish ehtimolidan, o'lib ketish, bunda halok bo'lib ketish ehtimolidan qutulish uchun nimadan harom narsalarni iste'mol qilsa bo'ladi, asli haromdi. Demak, xulosalasak, mayli vojibotlarga tavash olsun yoki mahzuratlarga tavash olsun, aslidagi hukm yengillashtirish uchun amaldan qoldirilib, uning o'rniga boshqa hukm dastilsa, buning ismi ruxsat. Amaliyotda ruxsat bizning Uyg'ur tilimizda ruxsat deb ifodalangan bo'lib, ruxsat degan nima desa, aslida qilish ishni qilmasimi bo'lish yoki qilmaslik ishni qilsimi bo'lish. Asli ma yo'lda mangmaslik kerak. Bu qatim ruxsat qilay menga. Aslida sen keskin ishni tugatishing kerak. Bo'lib bu qatim ruxsat qilay, qilmasang bo'ldi, ishingni qila. Ma'vo bizning Uyg'ur tilidagi ruxsat. Dal hozir biz demak to'g'ri ruxsat, shu bizning tushunchimizga ruxsat bilan o'xshash ma'noda. Ammo azima desa, bayatning ruxsatning ta'rifatini tushunib oldik. Azima degani hukmning asli holatini saqlash. Bishim 4 rakat o'qish. Ramazon ro'za tutish vojib, masalan. Cho'shqinning go'shti harom. Haroq harom. Hukm aslida pat ijro qilinsa bu azima bo'ladi. Ya'ni azima degani emas, Alloh uni bir ahvoldan bir ahvolga xos olmaydigan, bir mukallafdan bir mukallaf xos olmaydigan, umumiy ahkamlarning ichidagi asli yo'l qo'ygan hukm, asli yo'l qo'ygan hukmning holati nima bo'ladi? Azima bo'ladi. Mana yuqoridagi ruxsat va azimaning nimalari turlari. Endi ruxsatlarning turlaridan misol tariqasida ko'rib o'taylik, qolganning hammasi nima ruxsat? Abtur davodi anva'ur ruxas. Ruxsatlarning turlari deb kelib, ruxsatlarning turlarining qatoridan zarurat yoki hojat topilgan vaqtida mahzuratlarni qana qilish, muboh qilish. Bumi shariatning maqosidini asos qilib turib yoki qoida amini asos qilib turib chiqarilgan hukm. Masalan, deyli buning misoli, bir odam kufr kalimasini talaffuz qilishga majburlansa, buni yengillatish uchun talaffuz qilsa bo'ladi, lekin qalbi mutmainnun bil iymon bo'lish kerakki, qalbida cho'qim iymon chiqib ketmasligi kerak. Qalbida Alloh ishonadi, Allohning Rasuli ishonadi, lekin hozirgi qiyin, uning jiniga zarar yetish ehtimoli bo'lgan holatdan qutulish uchun iymondan yongan ifodalaydigan so'zlarni talaffuz qilsa bo'ladi. Bu bir misol. Yana bir misol, Ramazonda iftor qilish yoki boshqalarning mol-mulkini vayron qilib o'tishga majburlangan odam. Itib-itmasa iftor qilmasang desa, buningmi shu mahzur muboh qiladi-ku, majburlangan, yengillik tarfihan anhu degani yengillatish uchun. Bu bir misol. Bir odamni qattiq ocharchilik yoki qattiq ussizlik meytatni yeyishga, haroqni ichishga yoki majburlab qo'ysa, qistab qo'ysa, buningga meytatni yeyish, haroqni ichish muboh qilinadi. Chunki Qur'oni Karimda yuqoridagi ahkomlarningki xarakterida tuandagi oyatlar kelganki, illa man ukriha va qalbuhu mutmainnun bil iymon, qalbida iymon saqlanib qolsa, majburlanganlik uchun tilda deb qo'yish iymonga ta'sir yetkazmaydigan to'g'rilik oyat. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ deb harom qilingan narsani bayon qilib bo'lib, lekin qisilib qolgan vaqtinglardagi ahkam o'xshamaydi. فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Qisilib qolgan vaqtda gunoh yo'q, haddan chekib oshmagan asosda. Demak, yuqorqi oyatlarningki dalili bilan keltirilgan misollarning hammasi zarurat yoki hojat topilgan vaqtdagi mahzuratlarning muboh qilinishi, dal mushu muboh qilinish biz yuqorida tunishtirayotgan ruxsatning qatoridan. Yani şu ruxsatning qatoridan vojibni tashlash, yani shuni ado qilishni mukallafga mashaqqatli qilib qo'ygan bir uzr topilgan vaqtda vojib. Asli vojib deganda bizning ustimizga farz vojib oyat hadislar bilan farz vojib bo'ladi, qilish majburiyat. Qilmasak jinoyatga bo'lamiz. Lekin biz mushuni qilganlik tufayli qattiq jafo mashaqqat qilib qolamiz. Bunda vaqtida bir uzr topilsa, loyiq ravishda uzr topilsa, tashlasa bo'ladi. Masalan, buning misoli Ramazonda og'riq bo'lib qolgan odam yoki safarda bo'lib qolgan odamga ubiha lahu ayyuftir taqilish muboh qilindi masalan.
musofir bo'lib qolgan odamga 4 rakatlik namozni 2 rakat qasr qilish muboh qilindiki 4 rakatlik namozni o'rnida 2 rakat ado qilsa bo'ladi. Chunki Qur'oni Karimda mushuninki haqida "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra." Yani bir oyatda "Wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salat." Ma oyatda, mana oyatda Ramazon bilan namozning masalasini tilga olib turib, Ramazon bilan namoz masalasi asli bizga nisbatan qat'iy vojib qilingan farz vojibatlarning qatoridan. Lekin zarurat yoki hojat tepib, uni farz qilingan shaklda ado qilish bizga nisbatan qiyin kelib qolgan ahvollarda buni bizga qo'yib qo'ygan ruxsat bo'yicha yani o'zgartirib, masalan 4 rakatni 2 rakatga o'zgartirib yoki Ramazon tutishni tutmaslikka o'zgartirib ijro qilsak, bo'laveradi. Bu hammasi nimaning misollari? Ruxsatlarning misollari. Yuqoridagi bir ruxsatning turlari. Ya'ni ruxsatlarning qatoridan degan ruxsatning turlarini bayon qilyapmiz-ku. Ruxsatning turlarini. Ba'zi istisnoi so'zlarni to'g'ri qilish. Amaliyotda Alloh harom qilib etgan bir cho'ng kuldi turwa. Ba'zi bir ehtiyoj tufaylidan shuning uchun ma'lumroq qismlar halol bo'lib qolganligini biz ilgari darslardan deb o'tgan. Masalan, bu anda istisnoi so'zlar, ayrim chiqarilgan so'zlarda aqdning chigilishi to'g'riliqsiz umumiy shart hozirlanmagan degani shariatda xato deb belgilangan bir bilik shartlar ishlar bor. Ammo lekin shuning bilan kishilarning muomalati joriy bo'lib, bu ularning ehtiyojiga aylanib qolgan ishlar bor. Masalan, bey-salam yo'q narsani setish. Bu Rasulullohning hadisida yo'q narsani setishni to'sdi, yo'q narsani satsa bo'lmaydi. Inson yo'q narsani setishni to'g'ri emas, halol emas degandek mazmundagi hadislar bilan keskin yo'q narsani setish xato. Fa innahu bay'u ma'dum vaqtil aqd. Satqa vaqtida yo'q narsani setish u. Lekin mush shaklda kishilarning urfisi joriy bo'ldi. Bu ularning ehtiyojining qatoridan bo'ldi. Shuningcha Payg'ambar alayhisalom hadisda keldi. Rasululloh inson o'zining qish yo'q narsani setishni to'sdi deb bo'lib, Payg'ambarga ruxsat qildi. Uning ishini ayirib oldi. Ruxsat. Shuningdek istisno, bu yo'q narsani setish asli. Masalan, oldin zakot qiyos degan gap. Ijara, bu uyni sotmaydi, uyning yo'q narsani sotadi demdilar, o'tirib verish. Yoki vasiyat aqdisi qatorliqlarning hammasi uqudun bir savdolar bo'lib, aqdlar bo'lib, buning umumiy shartlar tatbiqlansa, aqd chegilish sahiyligining oqit, ma'qud, la tasih to'g'ri emas asli. Prinsip jihati to'g'ri emas. Lekin shari yuqorqi savdolarda, yuqorqi aqdlarda ruxsat qildi. Kishilarning ehtiyojini qamdashni bularni durust qildi. Ularni harajini tadbiq qilish. Demak, Mavlana hammasi ruxsat. Asli to'g'ri bo'lgan ishlar, asli xato bo'lgan ishlardan biri ishni kishilarning ehtiyojini deb to'g'ri qo'yish bu ruxsatning qatoridan. Masalan, ruxsatning qatoridan 3 bo'ldi. Birisi mahzuratlar zarurati bo'lgan vaqtda halol bo'ldi. To'g'ri bo'ldi. Ikkinchisi vojibatlarni zarurati bo'lgan vaqtda qisqartirib yoki tashlasa bo'ladigan, buni cho'qim aloqa o'zjaqlab emas, shariatning dalillari bilan bu ruxsat. Undan keyin xato bo'lgan umumiy aqd, umumiy muomalatlarning birasi kishilarning ehtiyoji tufayli halol qilingan ahvollar va islomning muomalat babida bu bunning qatoridan ruxsatning qatoridan. Andikin ruxsatlarning qatoridan Alloh uni bizdan ko'tarib o'tgan, bizdan ilgirki ummatlarga tushirgan mushaqqatli taklifotlar va mush ahkomning mansux qilinishi ham musahning masalan ruxsatning qatoridan. Masalan, bizning ilgirki ummatlarning ijro qilinadigan ba'zi taklifotlarni selishtirsak, haqiqatan ularga nisbatan ig'ir belgilangan ishlar bizning ko'tarib o'tilgan ahvollar va bu ahvollarni Qur'oni Karimning tuandagi oyatida bizning duo qilish Alloh buyurgan shaklda bizning duo tilimizda nikoh qiliqlikka Robbana la tahmil alayna isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Masalan, ilgirkilar yuklagan bunda ig'ir jafo mushaqqatli yuklarni bizga qana qilmaslar, yuklamasligiga mazmundagi oyat bor. Masalan, buni desa kiyimdan nijosatning o'rnini qarchi bilan kesib o'tishga taklif qilganga o'xshash. Masalan, ilgirki ummatlarda kiyimi nijos bo'lib qolsa, uni yuvish qo'ymay, kesib bilan tashlaydigan gapda zakatda malning 4/1 degan gap 25% ado qilish. Hozir bizga 2,5% masalan. Bir odamning ma'siyatini tavba qilishning kafarati jonni o'ldirish, o'zini o'ldirish masalan. O'ltirsak andikin gunoh yuyiladi. Masjiddan boshqa yerda namoz o'qimaslik. Mavloning hammasi ilgari ummatlarga tushagan bizdan ko'tarib o'tgan nimalar ruxsatlarning qatoridan. Endi asli hozirgi gapni ruxsat deb atashdan avvalroq mansux deb atsak bo'ladi asli. Shu avtorda aytadi. Mavloni ruxsat deb atashda sal tavassu va bir xil keng o'qiyotishlar degan asli bu ruxsat degan bizga amaliy asli hukmlar yo'lga qo'yilib,
ma'lum holatlarda shu hukmdan ma'lum qismi yoki hammasi degidek amaldan qoldirilib yoki yengillashtirilib ma ruxsat ammo bizga qoldirilgan ish emas. Ilgari hukmlarga tushgan ish bizdan yengillashtirilgan. Buni cho'ng jihati ruxsat degili bo'ldi, lekin yuqorida ta'rif qilgan ruxsatning babiga kirishganda to'liq to'g'ri kelmasimi, lekin umumiy jihatdan ruxsat o'qaliq tugadan akrivatda shu ma'no ruxsat deb atashda tavassu deganini sal yo'l qo'yishwa deganga. Demak, endi yuqorqi turlardan, yuqorida biz ruxsatning 4 xil turini o'qib o'tdik. 4 xil turlardan shu oydinlashdiki, shari'ningki mukallaflardan yengillatish uchun qilgan ruxsat qilishi ba'zida zarurat ustidan haromni muboh qilish orqali bo'ladi ekan. Ba'zida o'zri ustidan vojibni tashlashni muboh qilish orqali bo'ladi ekan. Ba'zida hojat ustidan kulli ahkomlardan ba'zi sodlarni chiqarish orqali bo'ladi ekan. Demak, hammasi xuloslagan vaqtda, endi tahqiq degan xuloslagan vaqtda hammasi zarurat yoki hojat ustidan mahzuratni muboh qilishga bor. Shunga bunda bir qoida fiqh dangli qilib ketaylik. Ad-darurat, al-mahzurat ad-darurat tubihul mahzurat. Ya'ni zaruratlar mahzurat xato ishlarni muboh. Amaliyotda biz turga ayirdik. Masalan, turga ayirgan vaqtimizda cheklimilar ehtiyojli vaqtda muboh qilinadi, bir tur dedik. Vojibatlarni zarurat yoki hojat chiqib mashaqqat bo'lib qolgan vaqtda yengillashtirish bo'ldi. Buni misollardan keldik. Ba'zi umumiy sodlarning ichidan harom qilingan sodlarning, cheklangan sodlarning ichidan kishilarning ehtiyoji uchun ma'lum birini ayirib chiqib oldik dedik. Amaliyotda hammaning xarakterini surati qilsa, zarurat tepilgan vaqtda yoki hojat tepilgan vaqtida cheklangan ishlar nima bo'ladi? Muboh bo'ladi. Shunga qoida fiqhida shu xulosalanganki, ad-darurat tubihul mahzurat. Tamam. Ruxsat to'g'riliq bizning aytgan gapimiz tugadi. Ammo hamda Hanafi ulamolarininki bir alohidligi burundan tortib masalalarni inchga turga ayirib ko'naklangan. Masalan, xuddi hukm taklifini jumhurlar bashki bo'lsa, Hanafi ulamolari dalillarining qat'iy zanilligiga qarab nechaga bo'lgandek, 7 ga bo'lgandek, mushu ruxsat babidimi Hanafi ulamolar ruxsatni 2 ga bo'ladi, 2 qismga. Birisi ruxsat tarfi, keyingi batni o'rsanlar, yana birisi ruxsati isqot. Amaliyotda tahqiqlab xulosalab buni inchiklab borsak, ikkisiga ayirishning amaliy bir tartib ta'siri yo'q amaliyotda. Hatto ba'zi o'rinlarda tarfih degani isqotga, isqot degani tarfiga erishib qoladigan ishlar bor. Lekin biz o'qib boqaylik, nima deydi endi ulamolar? Ruxsati tarfih va ruxsat nima isqot. Am bu ikkisining farqi nima desanglar, va farraqu baynahuma. Bular bu ikkisining o'tirini shunday farqlantirdiki, ruxsat tarfih deganimiz azimaning hukmi shuning bilan qilib qoladi degani, biz ruxsatni ijro qilayotgan vaqtda asli hukmi bor. Asli hukmning dalilimi ham bor, daliluhu qoyim degani. Lekin javob qolganlik uchun biz asli hukm tutmay, keyin hukm tutyapmiz. Lekin o'sha asli hukmni tashlashda mukallafdan yengillashtirish va uni tarfiyatga yengillashtirish hisobda. Yengillashtirish uchun ruxsat qilingan. Demak, o'g'ini biz mushu ruxsatni tutib amal qilayotgan chig'imizning o'zida asli hukm bor. Butunlay amaldan qolmoqlik. Ma'no ismi tarfiyul deydi. Bular kufr kalimasini talaffuz qilishga majburlangan kishi, boshqalarning mol-mulkini vayron qilishga majburlangan kishi, Ramazonni ifto qilish muboh qilingan kishini misol keltirdiki, masalan, bir odamni Qur'onni tanlab turib, sen iymonni yanmasang hozir ham itib-itma dedi. Etuzganlik eni qo'yib qoldi. Shuning bilan eg'izda iymonni enib berdi. Mao bizga nisbatan ruxsat. Maolar mushuni tarfih deb turga ayirdi. Sabab chunki mushuni davatgan mushu vaqtning o'zida mush gapni deyish harom. Lekin bir qiyin sharoit chiqib qolganlik uchun ham davatudi, lekin harom. Harom ne dedi? Haromni gunohga turildi deydi. Bir odam boshqalarning malini halol qilish ashuning mashinasini ko'ydirib o'tmasang, aslida men bir narsa qilataman deb majburladi, ko'ydirib o'tdi. Kin to'lab beradi, cho'qim to'laydi, lekin hozir ko'ydirib o'tkinga qarta gunoh bo'lmaydi. Lekin ko'ydirib o'tgan vaqtning o'zida buni ko'ydirib o'tish jinni saqlash uchun bo'lsa-mo, halol bo'lsa-mo, lekin mushuni halol bo'lsa-mo, lekin nima? Ruxsat halol bo'lsa debdimi? Ruxsat bo'lsa-mo, lekin u ish halol, nima harom? Harom halol bo'lib qolmoqlik. Ma'noning ismi tarfih bo'ladi. Ramazonni ifto qilish, Ramazonni ifto qilish aslo harom. Lekin mushuning ma'lum sababi tufayli ifto qilsang bo'ladi dedi. Ifto qilayotgan vaqtning o'zida ifto qilish harom. Lekin ma'o haromni qilishni gunohkor bo'lmaydi. Mana ma'o ruxsat tarfih deydi. Ma'oning misoli. Bular deydiki, ruxsat qilgan nas kufr kalimasini talaffuz qilishning haromligini tushunib majburlangan. Haromligi yo'q demoqlik. Haromligi harom. Lekin
Mecburlangan adamni Allah'ın şunga gazap qilishdan, azab qilayı qilishdan chiqarib oldiki, bu adam gunoh olmaydi bas. Lekin haromni qildi. Lekin gunoh olmaydi. Şuna men kafara billahi ba'da imanihi deb bu kufr bu. Kufr deylab kelimesini telaffuz qilish bu imondan yonganlik bu. Lekin men ukriha va qalbuhu mutmainnun bil iman deb ma'no ayirib mavla gunoh olmaydi. Lekin maqbat qilgan harom. Haram bo'lsa-mu lekin gunoh olmaydi deb ruxsat qildi da'votidir. In ra'ayatdagi aşnasni faman turra fi mahmasatin ghayri mutajanif li ism qirangla qanday odam qattiq açarchilikda gunohga chetimiga asosida mecburlansa olgandan keyinda feynalloh g'afur rahim degan oyatni kelib mana kechirdi degan qirg'oq shu qivatgan vaqtning o'zida shu mecburlangan ishni u harom ishni qilgan bo'ladi. Lekin Alloh aning o'zrish tufaylidan harom ishni qilgandan mag'firat qiladi. Chunki uni qivatgani harom, lekin ruxsat davotidi. Faman isturra ghayra baghi wala'at fala isma alayh. Isma uning gunoh yo'q deganning o'zi asmaha gunoh bo'lgan ish. Lekin mush qisilib qolgan vaqti gunoh yo'q deb ma'no dalil qildi. Demak, mustarni gunohdan chiqarib oldi. Xuddi mukrahni telaffuz qilish majburlangan odamni gunohdan chiqarib oldi, azoblay qo'yishni. Bularning hammasi asli gunoh bo'lganligi, lekin odamning chiqarilinganligi gunohdan. Demak, shu odamga shu ish ruxsat qilingan vaqtning o'zida shu ish harom. Mana mandig'ini biz ruxsatda tarfih deymiz. Deydi Hanafiy ulamolar. Balki Alloh subhanahu va taoloninki fa innallohu g'afurur rahim degan so'zi shuni ifodalaydi-ki, bu odam haromni qildi, lekin Alloh uni rahmat qilish uchun haromni qilganlikka qarata jazolamadi. Şunu başqalar deydi, ikrohlik boshqaning melining haromligini tushunib o'tmaydi. Birdan majburlansa, bir odamning bir narsani vayron qilitish harom. Majburlangan taqdirda harom. Ramazondagi iftor qilishning haromligini tushunmaydi-ki, masalan, men og'rib qolib Ramazonda iftor qilsam, iftor qilganim harom. Lekin balki haromlik majburlanish bilan birga sabitki, men boshqalar tarafidan majburiy og'rib qilish sababidan emaskan, başqalarning ikroh sababidan og'rib qilish boshqa. Og'rib qilishning gapi boshqa. Ikroh sababidan iftor qilayotgan vaqtimda haromni qilgan bo'laman. Ikroh sababidan birna maytatni yeyotgan vaqtimda haromni qilayotgan bo'laman. Ikroh sababidan boshqalarning mol-mulkini zayon qo'shayotgan vaqtimda haromni qilgan bo'laman. Ikroh sababidan kufrni telaffuz qilgan vaqtimda haromni qilgan bo'laman. Lekin ikroh qilganlik tufaylidan men qilgan haromimninki gunohim olmaydi deydi mavla. Men bu oyatlarga misollarlikda kisel sebebini dedim, kisel sebebini emas. İkrah sebebini bo'lib qolsa. Faqat maqsad iboha bilan mukallafdan yengillashtirish. Asli haromni qilgan u. Lekin ruxsatdan maqsad yengillashtirish basdi. Demak, mushu haromlikning qilib qolganlik uchun bular deydi-ki, mundaq yerda azimatni qilish. Avla agar bir odam azimatni tutib, majburlangan narsaga chidab, ehtimol degan kutirib ketib, o'lib ketib qolsa, shahid o'ldi deb mundaq hukm chiqardi. Ma'o ruxsat tarfihning gapi. Ammo ruxsat isqot kelgan vaqtda azimatning hukmi undan qilib qolmaydigini, shunda asli hukm butunlay tugaydi odamning haqqida. U odam qilayotgani halol ish bo'ladi. Masalan, harom ishqa ruxsat isqot sifatida ruxsat qilingan bo'lsa, maish u odamga abayatdan haromlikqa ba turib qildi. Ammo haromlikning gunohi yo'q degan emas, mayadamda haromlik yo'q. Masalan, balki mushu ruxsatni talab qilgan ahvol azimatning hukmini chukzotdiki, ma hukm o'zgardi. Oyatning o'zgarmaydi, gunoh yuyiladi tarfihda. Ma'noda o'zgaradi. Va buning yo'l qo'yilgan hukmni dal ruxsat qildi. Masalan, buningga maytatni yeyish yoki aroqni ichish ochliq va usiz qolib qolgan vaqtda ma'ni misol qildi. Ochliq usiz qolib qolgan vaqtda maytat u odamga nisbatan harom bo'lib, yeb gunoh emas, halol bo'lib deydi. Ammo majburlangan vaqtdagi maytatni yeyish degan vaqtda maytatni yeyish u odamga nisbatan halol bo'lmaydi, harom, lekin majburlanganlik tufayli gunoh bo'lmaydi. Lekin ochib qolgan vaqtida bunda ulay deb qoldi yoki usab ulay deb qoldi, vaqt haroq qilsa, haroqning hukmi halolga aylanadi deydi. Namozni masalan safar namozini qasr qilish, 2 rakat qasr qilish va halolga aylanadi bu. Unda o'ganda maytatni yeyishga, haroqni ichishga qisilib qolgan odam undan o ikkisining haromligi u odamdan qisib qolgan holatda tushib ketadi, u odamga nisbatan halolga aylanib ketadi. Chunki Alloh ma haromni bayon qilib qo'yganligini dedi. Famanit turra fi mahmasatin ghayra mutajanif li ism fa innalloha g'afurur rahim. Mana ma deganlik nimani taqozo qilsa haromlikni kutaganligini taqozo qiladi. Agar u odam yemay, ichmay o'lib ketib qolsa, gunohkor bo'laveradi.
Musafirdan 4 rakat namoz tushib ketdi, 4 rakat o'qisa, oxirgi 2 rakat nafl bo'ladi, tatavvu bo'ladi, farz emas deb mana 2 ga ayiradi. Endi ba'zi jihatdan qarasak, to'g'ridek ham dalaqi oxirgi natijasi qaragan vaqtda to'g'ridek. Lekin tahlil qilgan vaqtimizda Abdurrahmon deyotdi bu gapni. Val haq. Tahlil qilgan vaqtimizda ruxsatni yo'l qo'ygan narsalarning zohirisi ma tafriqqa kirmaydigini biz oyatlarga amsal Abdurrahmon qarasanglar, ruxsat tarfiq qilmo famanusturra fi mahmasatin ghayra mutajanifin li'ith fa innalloha ghafurur rahim degan. Niyaga shu oyatni keldi. Diqqat qilsanglar, aralashtirib qo'yamiz masalan. Aralashtiryapti ikkisini-chi. Oyat hadislarning umum ahvolini biz mulohaza qilsak, bu ruxsat ya tarfi isqat ma'noda aslidagi hukm bor, ma'noda aslidagi hukm yo'q. Ma'ni qilib chidab ilkit qilib qolsa hech, ma'ni qilmay, masalan, ashna ruxsatni amal qilmay ilkit qilib qolsa gunohkor degandek ayrishqa narsalarning umumiy mulohazasi yo'l qo'ymaydi. U mulohazasi. Chunki Alloh وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه degan oyatda Allohning ismi tilg'ilingan narsalardan nima qilmaysizlar? Halbuki Alloh sizlarga harom qilgan narsaning hammani tafsili bayon qilib berdi. Illoki qisilgan deb mana demasmi? Demak, zarurat. Nima diqqat qilsanglar, zarurat ma oxirgi mattururtum ilayhi ma harramadin illa degan harramadin istisno bo'lgandan keyin illoning kayni halol bo'ldi. Mushuning o'ziga qarab baqsaq, zarurat topilgan vaqtda har qanday muharram mubah bo'laveradi. Ma mubah bo'ldi deb bunda muharram bilan muharramning o'tirini ayirmasdan degani, avo mubah bo'lmay asli hukm bor, lekin gunoh tushib ketdi, ma mubah bo'ldi bunda ayirmasdan. Mish oyatni umum mulohaza qilsa xolos. Endi bayatdan qilma, Hanafi ulamolarininki, majburlangan vaqtida azimaning hukmi qilib qoladi degan gapiga kelsak, uning degan gapi, ya'ni Ramazonni iftor qilishga majburlangan vaqtida azimaning hukmi, qaysi azimaning hukmi? Ro'zining farzligidan iborat hukmi boqiy qilib qoladi. Maytatga yeyishni majburlangan vaqtda, aroqni ichishga majburlangan vaqtida azimaning hukmi, qaysi uning haromligi boqiy qilib qolmaydi degan ayirish. Buni ayirdi-mi yerda? Mana shu misolda bayatdan bir yerda farqlanib berdim sizlarni. Maytatni yeyishga majburlansa tarfi bo'ladi. Haromligi harom, yeb saqoliq tufayli gunoh yo'q. Tarfi. Ammo majburlanmay ocharchilik yoki usullik tufaylidan yeyish kelgan vaqtda bu halol bo'ladi deb mundaq ayirish. Amaliyat misol o'xshash. Ikkilisi maytat. Bir yerda boshqalar tarafidan majburlandi. Tarfiga ketib oldi, aslida hukm boqiy bo'ldi. Bir yerda ochlik, ichimlik tufaylidan, usullik tufaylidan majburlandi. Mayda isqat oldi, aslida hukm yo'qab, halolga aylandi. Deb bunda ayirish tafriqun la yadharu lahu wajhun. Uning dalili yo'q, bir ayirish bor. Chunki boshqaning majburlashimi bir istirorning qatoridan. Ocharchilik, ussuzlikning majburlashimi bir istirorning qatoridan. Ikkilisi istirorgu. Ikkala holatda mahsur zarurat yusmu mubah qilindi. Shuni ayirishning hojati yo'q. Xuddi Alloh Qur'oni Karimda ruxsatga munosabatli oyatlarda illa man ukriha va qalbuhu mutma'innun bil iman faman turra fi mahmasatin ghayri mutajanifin lil ism fa innalloha ghafurur rahim va idza daraftum fil ard falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salat. Mashhurlar hammasi iniqla zarurat degan hukm hammasi o'rtaq shakllanadi. Qanaqdir aning isqat, ma'ning tarfi. Aningda asli ahkam, asli hukm amma tushib ketdi, kinki halol bo'ldi. Aningda asli hukm ba haromni qilgan bo'ladi, lekin gunoh tushib ketdi degan gap, bunda bir dalilsiz ayirishda bu. Ya'ni qasr mubah. Uning mubahligining taqozosi aslini tutish, qaysi namoz 4 rakat turib o'qish, u mubah. Mubah degan mubah bo'ladi. Qandoqmi azimatning hukmi berdi yo'q. 4 rakat o'qisa bo'lmaydi. Ma'nodagi ruxsat isqot deb digil bo'ldi masalan. Akaga misollardan chataq chiqadi. Akaga dalillar bilan kirishib qoladi. Misollar agar mush ishga arasak, u yerda savol chiqib qoladi, oxirgi savolga javob bermaydigan bir nuqtaga kelamiz biz. O zaman isqot desa, isqot degan aslida hukm yo'q degan gap. Buningga namozni ishga o'qishni keldi. O'quvchining birisi turiblar, isqot degan aslida hukm bo'lmaganligi namozni 4 rakat o'qish bo'lmaydi ekan, deydigan gap chiqadi masalan. O bir dalilsiz ayrishda. Demak, umuman narsalarni yuqoriga kelgan dalil, yo narsalarni xuloslagan vaqtimizda fallazi yu'khadu minan nusus, narsalardan ilinadigan mazmun, ruxsatlarning hammasi mukallafni yengillashtirish, mukallafni rohatlantirish uchun yo'l qo'yilgan bo'ladi. Ya'ni harom ishni qilishni mubah qilish bilan. Bu yerda cheklashning hukmi va dalili aniq bor. Endi bu yerda mahzurni, xato ishdan birini ruxsat qilish uchun mubah qildi deganning ma'nosi qilsa gunoh yo'q degan gap.
Dal muşununga töndik Allah'ın sözünün işaretle çıkmadı. Mesela fe innallaha gafurur rahim. Gafurur rahim. Yani mükellef ruhsatga özüne yengilleşishning agasi bo'ladi. Mashaqqatni ko'tirib mesela chidab azimatning agasi bo'ladi. Illaki mashaqqat uningga ko'tirib ketishni zarar yetkazib jiniga taqishadigan. Yoki umuman bir xil cho'ng zarar keltirgan shop qolsa, bu vaqtda uningga zarardan saqlanish vojib bo'ladi. Ruxsatga agish vojib bo'ladi. Chunki Qur'oni Karimda va la taqtulqu bi aydikum min tahluka va la taqtulu anfusakum. Buni boshqa hadislarda la darar va la dirar degan hukmlarga tayinib turib, zarar yetadigan yerda keskin tutish vojib. Zarar yetmaydigan yerda man tutsin bo'ldi, man tutsin. Chunki ruxsat. Ruxsat degan nima? Mubah. Ruxsat mubah degan gap asl tutsang bo'ldi, man tutsang bo'ldi degan. Bir odam ag'rab qoldi. Ruhsusi bo'laveradi endi. Agar uningga ziyat qilish bo'lsa, 4 rakat namozni 2 rakat qasr qilsin bo'ladi, 4 rakat o'qisin bo'laveradi. Sen kamilsa. Yani Allah subhanahu va taala o'zining ruxsatlarining agishilishini yaxshi ko'radi, xuddi azoim, asli hukmlarning tutilishini yaxshi ko'rgandek. Chunki Allah subhanahu va taala kishilarga dinda haraj qilgan emas. Buni ma'u yuqorqi Hanafi ulamolarininki ruxsat tarfi, ruxsat isqoddan ikkiga ayirishdan ilingan nima xulosa. Xo'sh, va mimma qaddamna fi ta'rif ar-ruxsa va bayan anwa'iha. Yuqorqi ruxsatning ta'rifida deb o'tgan mazmunlardan va uning turlarini bayon qilishdan shu ruxsatni hukmul vaz'ining qismlarining qatoridan deb sanashdiki dalil oshkorlanadi. Men demakchiki avtor iboyatni bir og'iz gapni deb qo'ygan ruxsat azima sihha butlan deganlarni ba'zi kitoblarda ba'zi ulamolar taklifining qatorini qildi demasmi? Ammo avtor ma vaz'ining qatori tiqib tiqliq. Avtor shu gapiga dalil aytadi hozir. Men azroq ancha-muncha ixtilof bo'lgandan keyin dalil chiqadi. Chunki yo'l qo'yilgan hukm zaruratni bir mahzur ishni qilishni sabab qilish. Chunki yo'l qo'yilgan hukm zaruratni yo'l qo'yilgan hukm bo'lsa, mana shu ruxsat azimada zaruratni mahzurdan birini muboh qilishga sabab qilish. Yoki o'zrining kap qilishini vojibni tashlash orqali yengillatishga sabab qilish. Yoki harajni dab qilishni kishilardan ba'zi ularning orasidagi muomalat aqdlarining ba'zisini to'g'ri qilishga sabab qilish. Amaliyotda yuqorqi maning sabab bo'ldi, otib berildi, mavtaqib bo'ldi, otib berildi, ruxsat qilin degan gaplar sababni musababat qo'yganlar. Undaganda ruxsat azimat degan gap hisobda sabab musababat masalasidan chiqqan bir hukm bo'lg'achqa buni hukmi vaz'ining qatorini qilib etdik deb ma nuqtaga bog'lab turib o'zining asosini o'tirib qo'yadi. Amaliyotda ba'zi ulamolar o'zining aniq dalilini o'tirib qo'yib, ruxsat azima deganlar yig'ib ekansak, ruxsat degan aslidagi hukm vojib, mandob, muharram, makruh, muboh qator asli hukmni o'rniga yana bir hukmni almashtirish. Masalan, vojibning o'rniga mubohni almashtirish, muharramning o'rniga mubohni almashtirish. Bu vaqtda o'sha hukm taklifatlarni o'tirishda bo'ladigan bo'lg'achqa hukm taklifining qatoridan deydi. Oralda bizga nisbatan qanday bo'lsa bo'ladi, lekin masala yoki ruxsatlar azimani tushunsak bo'ladi. Ammo o'quvchimizga deb qo'yishimizning sababi agar boshqa kitoblarda boshqacha miyada masalan hukmul vaz'ining qatoridan deb sanadoq, boshqa kitoblarda hukm taklifining qatoridan desa, men kitobga nisbatan g'ayri hukm paydo bo'lib qolmoqda. Bu ulamoning o'tirishda ancha o'xshamaydigan ko'z qarash bor. Andikan hukmul vaz'ining ichidagi 5-tur as-sihha wal butlan, ya'ni sahihlik va botillik, ya'ni hukm ma'lum sabablar topilmaganlik tufaylidan, shart topilmaganlik tufaylidan yoki ma'ni topilganlik tufaylidan batil bo'ladi. Sabablar to'liq topildi, shartlar to'liq topildi, ma'ni topilmadi, sahih bo'ladi. Ya'ni hukmda topiladigan bir xil holat. Sabablar, shartlar to'liq topilib, ma'ni topilmasa hukm sahih bo'ladi. Masalan, nikoh desak, nikohning sahih nikoh bo'lishi uchun nikoh qo'yilgan sabablar oldin taqdim etish, shartlar, guvohchilarning bo'lishi, to'yliqning bo'lishi qatorliq masalalar to'liq bo'lib, bir ma'ni bo'lmasa, masalan, imildashlik bu degandek ma'ni olmay qolib qolsa, nikoh sahih. Sahih degan gap o'zi nima degan gap desa, mushu nikohga sahih degan tomga chaplansa, nikohning keyindan agishib keladigan bir muncha ahkamlar va agash mahkamlar. Buni biz hozir ta'siri deb qo'yamiz men kitobda. Nikoh sahih bo'ldi degan gap balada nima bo'ldi degan gap. Ayol o'lib ketib qolsa, birisi masx bo'ldi degan gap. Undan keyin balaning nasibi dadasiga tutashdi degan gap. Ayolning ustidagi chiqimlari erining ustiga yuklandi degan gap. Ayolning nafaqati erining ustiga oldi degan gap. To'yloq bir degan gap. Demak, agishib keladigan ta'sir degan gap, mushu ishni sahih degandan keyin nurg'un ahvollar bir hukmga ega bo'ladi. Tamam. Agar manikaninki
bir şartida masala chiqdi yoki ma'niyatim birisi to'sdi yoki bo'lmasa sabab topilmay qoldi, nikah olmaydi. Masalan, bu ikkisi bir-biri bilan imildashgan yoki bir-biri bilan mahram ekan. Shundaymi? Yoki bo'lmasa guvohchisi yo'q ekan. Yoki bo'lmasa degandek oldim tegdim demabdi, majburiy to'y qilibdi. Ma nikah emas. Butlan degan gap nikah batil. Nikah batil deganlik uning keynidan agishib keladigan hukmlar agishib kelmaydi-ki, bu ikkisining bir uyda o'tirishi halol emas. Halol emas. Tug'ilgan bola haloldan tug'ilgan bo'lmaydi. O'lib ketib qolsa birisi kim ras qolmaydi. Ayolning chiqimi arinusiga otilmaydi. Chunki to'y emas. Undan keyin mahra bermaydi. Chunki to'y emas. Buni buzib o'tish kerak bu to'yni. To'y emas hisobda bu, batil degan ma'noda. Har qanday hukm sahih deyilsa, bir munch ahkamlar agishib keladi. Batil deyilsa, bir munch ahkamlar agishib keladi. Bir sodini qildik. Sodining shartlari, sabablari to'liq topilib, sodi bo'lsa, bir munch hukmlar chiqadi-ki, mal og'uchni oladi, pul sotquchini oladi. Va undan boshqa nurg'un taraflari bor. Agar shunday sodi bo'lmasa, mal sotquchi tarafda qoladi, pul og'uchni oladi, sodi bitmagan bo'ladi. Va undan boshqa ba'zi nurg'un sodining turlari bor. Keyindan yuz bir ba'zi ta'sirlar qilib qoladigan, ashlarning hammasi shu bo'yicha ayrildi degan gap. Şu bugungi darsdagi, hozirgi darsdagi sihabutlar degani shu, boshqa narsa emas. Ammo sihabutlarning masalasi muomalat ahkamlari bilan ibodat ahkamlari farqlanadi. Andikan jumhurlarning qarashi bilan Hanafilarning qarashida azroq farqlanadigan bor. Shularni bilib olsak, qolganlari inshaalloh bundan keyin fiqh o'qish yoki usulul fiqhning ma'nodan cho'ngroq tafsilroq kitoblarda texnik tafsilda tushunamiz. Ana o'z qarangli kitobga olib turib sihabutlar deganimiz shari mukallaflardan talab qilgan af'allar, ularga yo'l qo'yib bergan sabab shartlar bo'lib, mukallaf bu ishlarni o'zi bevosita qilsa, masalan, nikoh qildi, savdo qildi, shari uningga sahih deb hukm qilishi mumkin va sahih emas deb hukm qilishi mumkin. Nega qarab? Fa idza wujidat ash ishlar shari talab qilgan, yo'l qo'ygan bo'yicha topilsa, qana gap bu desa, arkani amillish orqali bi an tahaqqaqat arkanuha. Shar'iy shartlari to'liqlanish orqali arkan degan sabab boshqa nuqtalar bor. Shari uni sahih deb hukm qiladi. Agar u ishlar sharining talabi yoki shari yo'l qo'yganga mos shaklda tepilmasa, ya'ni arkanlarning bir rukni xalalga uchrabdi yoki shartlarning bir shart xalalga uchrabdi bo'lsa, shari uni sahih emas deb hukmga chiqaradi. Demak, bir ishning to'g'ri xato bo'lishi uchun Alloh uni belgilab bergan sabab shartlar to'liq tepilsa, ma'ni tepilmasa sahih. Bir ish Allah belgilab bergan sabab shartlar to'liq tepilmasa yoki ma'ni tepilib qolsa, u ish g'ayri sahih. Sahih bo'lib qolsa qanday bo'ladi? G'ayri sahih bo'lib qolsa qanday bo'ladi? Gap miyada. Shu olib turib, sahih bo'lsa qanday bo'ladi degan kelib, ma'na sihhatiha shar'an. Endi shar'an shu ishlarning sahih bo'ldi deganning ma'nosi uningga shar'iy ta'sirlari agishib keldi degan gapki, ish bo'lgandan keyin keyindagi hukmlar chiqadi. Ma to'y bo'lsa, bayat degandek mahriya nafaqatniki buni undan keyin qilamiz. Aslında qaranglar. Va ma'na adama sihhatiha. O sahih olmadı deganning ma'nosi uning shar'iy ta'sir agishib kelmaydi-ku, to'y olmagandan keyin, nikoh olmagandan keyin keyindagi mahriya qilgan gapni qilmaymiz. Chunki nikoh yo'q bu yerda. Demak, sahih oldi, g'ayri sahih oldi degan gap shu gap shu. Ya'ni buni izohatda mukallaf qilgan ilqi ish vojib ish bo'lsa, masalan, namoz, roza, zakot, haj degandek. Mukallafninki shuning arkonlarini, shartlarini to'liq ado qilishi to'liqlagan bo'lsa, bu sahih oldi deymiz. Sahih oldi deganlik uning vojib chiqib ketdi. U odamning gadini shu ishdan ado bo'ldi. Dunyoda jazoga loyiq bo'lmadi, oxirat savobga loyiq bo'ldi degan gap. Ibodat babida sahih oldi degan ma'nosi ma'vo. Agar mukallaf bevosita qilgan ish shar'iy sabab bo'lsa, masalan, zavoj, taloq, hiba va boshqa kelishim, tasarrufotlar bo'lib qolsa, mukallaf uning arkan shar'iy shartlarini to'liqlagan bo'lsa, her sebepke onun şer'i tesiri ergiş kılıdığı şari onunla ergeçtirip koygan. Mesela halallıkını ispatlaş, yok tutuş, işki mülkünün birisinden almış ya, işki malının mülkünü almış ya, ki mülkünün ivesiz sahibi de almış ya, ondan başka şer'i sahih boğan sebeplerine ergiş kılıdan hukuk tesirler var, hükümler var. Mavla sahih olsa ergiş kılıdı diyen gel. Sahih olsa ergiş kılıdı diyen gel. Mesela ben birisi hibe kılmakçı. Hibem doğru şekilde olsa onun arkası gapni undan keyin qilamizki, mahibe mening qo'limdan chiqib ketdi, ma'mullik oningga tushidi. Elim satim qildim, sodam to'g'ri oldi degan gap pul.
Men satqıcı olsam, mening oldu, mal onun oldu degan gap. Bu nurg'un ta'sirlar bormi buningki? Agar eliqi mukallaf qilgan ish shart bo'lib qolsa, namoz uchun tahoratga o'xshash, mukallaf ash shartning shartlarini to'liqlagan bo'lsa, arkonlarini mashrut sahih shaklda topiladi ekan. Tahorati to'g'ri bo'ldi degan gap, sahih bo'ldi degan gap, namozi to'g'ri bo'ldi degan gap masalan. Ma'u sahihlikning ma'nosi. Endi sahih emaslikning ma'nosi nima desa, shu Allohga qarata shar'iy ta'sirdir, agishib kelmaydi degan gap, ish olmadi. Ish olmagandan keyin undan keyingi qadamga o'tmaymiz degan gap. Yani mesela birden bir misal keltiryaptilar. Mukallaf qilgan yosqa ish vojib bo'lsa, sahihmi degan gap uning gadidan chiqib ketmadi, zimmasi undan adomi degan gap. Shar'iy sabab bo'lib qolsa, uning hukmi agishib kelmaydi-ki, nikoh bo'lmasa, oxiridagi sababdan hukmlar agishib kelmaydi. Shart bo'lib qolsa, mashrut topilmaydi, tahorat to'g'rimi degan gap, namoz to'g'rimi degan gap masalan. Bunda deyishimizning sababi, sahih bo'lsa unda bo'ladi, g'ayri sahih bunda deyishimizning sababi, chunki shari ta'sirlarni, ta'sir degan gap kinki agashma hukmlar degan gap. Agashma hukmlarni ma'lum harakatlarga, ma'lum sabablarga, ma'lum amallashadigan shartlarga agashtirib qo'ygan. Bu ish, bu sabab, bu shart, bu af'allar xuddi shari talab qilgandek, yo'l qo'ygandek amallashadi hamdi. Ashna bo'lsa yuqorigidek bo'ladi. Fa in lam takun kazalik, agar shari degandek bo'lmay qilib ish o'lchamli qolmay qolib qolsa, fala i'tibara laha shar'an ma ish emas. Ish olmagandan keyin uning inga o'tmaymiz. Nikoh olmagandan keyin to'yliqni gapini qilolmaymiz. Nikoh olmagandan keyin nafaqatni gapini qilolmaymiz. Nikoh olmagandan keyin mirosni gapini qilolmaymiz-da. Endi mushu bayondan shu mazmun olinadi-ki, mukallafdan sodir bo'lgan, mayli ishlar bo'lsin, yoki sabablar bo'lsin, yoki shartlar bo'lsin, bu ishlar shari talab qilg'ini yoki yo'l qo'yg'ini bo'yicha mas kamigan bo'lsa, bu ish g'ayri sahih bo'ladi shar'an. Buni deganlik nima deganlik desa, buning ta'siri agishib kelmaydi. Mayli uning sahih bo'lmasligi, arkonlardan bir ruknining xalalga uchraganligi, yoki shartlardan bir shartning yo'qolganligi, yoki bu ish ibodat bo'lsin, yoki muomaladagi aqd tasarrufot bo'lsin, qanday bo'lsin, ta'sir agishib kelmaydi. Andog'anda ma gap bo'yicha har qanday bir ishga bo'linadi. Hukm ya sahih ya g'ayri sahih. Mavjumluğun göz qarashi. Buni ma'noga asosan batil bilan fasitning o'tirida nima yo'q, farq yo'q. Sahih, g'ayri sahih. Na ibodatda, na muomalatda. Masalan bir batil namoz degani shartlari, arkonlari to'liq bo'lmagan batil namoz vojib mukallafdan tushib ketmay, cho'g'izlanmaydi vojibni. Mukallafning zimmini aqlayolmaydi. Masalan bir namoz o'qidim, tahat yo'q, shart yo'q. Tahat yo'q o'qidim, xolos namoz mendan tushib ketmadi. Savoji batil. Masalan, qarshi taraf ma'qul demagan, taqdim demagan nikoh masalan. Savoji batil. Beipastga o'xshashlar, savoji batil, savoji pastga o'xshash mut'ining mulkini ifodalamaydigini ayol o'tirdi halol shakllanmaydi. Buning ta'siri agishib kelmaydi-ki, miros, nafaqa, mahliga bo'lmaydi. Bey batil, bey faslan o'xshash. İki bedelde pullan malda mülkni yetken ifadelenmeydi ve şer'i hüküm ona agishib demek mi? Demek bu yerdagi taqsimot, ishning sahih g'ayri sahihlik taqsimoti sunai. Ikkilik. Ya'ni har qanday bir fe'l, sharkat yoki har qanday bir aqd, har qanday tasarrufot ya sahih bo'ladi, ta'sir agishib keladi, yoki g'ayri sahih bo'ladi, uning shar'iy ta'siri agishib kelmaydi. Mana bu jumhurning qarashini bayatdim degan. Endi Hanafilarcha desa, Hanafi ulamoları da aytadi, taqsimot ibodat babida ishkilik. İbadetlerini sahih, g'ayri sahih deymiz bas. Yani o sahih yoki g'ayri sahih. Batil ruzulan past ruzning o'tirida farq yo'qki, shu mukallafga uning ta'siri agishib kelmaydi, vojib chiqib ketmaydi, mukallaf qaytma qazosini qilish kerak. Ammo muomalat babida, ya'ni o'quv tasarrufotlarda taqsimot 3lik. Taqsimot 3. Chunki aqdi muomalat demakchimdi. Aqdi g'ayri sahih o'g'ini batil fast deb ikkiga bo'linadi. Chunki bizlar hukm bo'lish uchun qo'ygan ta'sir qilgan omillar ba'zisini rukn deb qo'ydik. Rukn degan shu ishning xarakteri. O'zining ichidagi bir taraf, asosiy taraf. Shart deb qo'ydi. Shart sirtqi bir ish. Hukmning ichidagi bir ishning buzilib ketishi bilan sirtqi ishning buzilib ketishining nisbatan ta'siri bor. Ya'ni agar halal aqdining asl bo'lsa, ya'ni rukn arkanlardan bir rukn bo'lsa, masalan, siyg'a deykan. Sodda masalan siyg'a rukni.
Aqidayn atqı ağız satqıcı deyken, maqudara yoki mal deyken bolsa, bu aqdi batıl oludu. Bunun şeriat erişkemedigi maqsudi soda emas. Batıl degan gap yo'q degan gap soda. Agar halal aqdining sifatlaridan biri sifat deyken, ya'ni uning mohiyat arkonidan sir bir shart deyken, masalan, sodaning sirtqi bir ishida chataq chiqib qapti bolsa, aqdi past oludu. Ba'zi ta'sirlar erishkiradi. Past tarafini o'ngsa soda bo'laveradi, o'ngshmasa buzilish kerak. Bular mushunun asosan mayda jumhurning nazarida taqsim etilish 2. Hanafiyning nazarida ibodatda 2, muomalatda 3. Maning asosan deydi-ki, Majnunning sodisi, g'ayri mumayyazligini 17 yoshdan to'g'ri bolalarning sodisi, yo'q odamning sodisi batil. Chunki Mavloda nima yo'qoldi? Rukni yo'qliq. Majnun degan gap satqchi. Bu asos rukni. G'ayri mumayyaz satqchi, asos rukni. Ma'dum yo'q narsa degan gap yo'q narsa malning o'zi rukni. Mal yo'qolsa soda batil. Ammo g'ayri ma'lum pul qo'ygan soda. Ammo telefonni sotaysiz desa, nech pul desa, biroz pulni aklamasa. Soda qildik. Pul aniq emas, malni berdim. Mal pas soda. Bu paset. Agar pulni muayyanlashtirib rozi bo'lsa, soda bo'laveradi. Keyin masalan, bo'lmay qolganda buzitish kerak. G'ayri mumayyazning yoki muharramatlarning birini bilib turib ko'rish, haromlikni bilib turib bu batil, chunki bu yerda rukniga ta'sir etdi. Ammo guvohsiz to'y qilish fasid. Buningga ta'sirini agashtirib keltirmadi. Ammo fasidga, batilga ta'sir agashtirmaydi degan gap batil yo'q hisob. Bo'lmagan hisob, soda bo'lmagan hisob, nikoh bo'lmagan hisob. Ammo fasidga ba'zi ta'sirini agashtirib keltirib degan gap ish bo'ladi, o'nglash kerak. Lekin bunda deyil. Ya'ni shunlashqa zavoji pastda tuğul qilib qolsa, mahrini, iddatni isbotlaydi, vojib qiladi, nasab isbotlanadi. Lekin buni kan buzish kerak yoki guvohni akilish kerak. Bepastda pasachilikning sababi ko'tarilsa so'rinda, masalan, pul muayyanlashtirilsa yoki vaqt muayyanlashtirilsa, sodaning ba'zi ta'siri agashtirib keltiradi. Bu mulkni qabzini ifodalaydi, masalan. Manda aylaydi. Unda yuqorqi degan mazmunlardan, mimma qaddamna bayanahu, biz yuqorida bayon qilib o'tgan mazmunlardan sahihlikning ma'nosi, batillikning ma'nosi qatorliq mazmunlardan bu ikkisini hukmul vadining qatoridan sanashdagi dalil oshkor bo'ldigini, yana iboyatdan gap yana. Ba'zi ulamolar mushu sihhabutlarni taklifining qatoridan qilibdi. Ammo Sheyx Muhammad Abdul Wahhab vadining qatorida akillik ma'ning dalilini chiqarib deb deyotdi. Chunki sahihlik sharkat sabab shartlarga, mukallaf yo'qolgan shartlarga shar'iy ta'sirini agashtirib keltirdi. Batillik aşı ta'sirlardan bir narsani agashtirib keltirmaslik. Bo'lganda sodini sahih deb hukm qilish bir hukmki, shu hukmning sababiyati uni ahkomlariga shar'an bo'ladi sabab. Fal hukmu bi sihhatil hukm. Yani sodini sahih deb hukm qilganlik nima deb hukm qildi desa, shu sodninki shar'an ahkomlarga sabab bo'lganligiga qilgan hukmdir. Bo'lganda sahih deganlik ahkomlarga sabab bo'ladi. G'ayri sahih deganlik ahkomlarning kamasligiga sabab bo'ladi, ya'ni ma'no yo'ludi. Ma nuqtadan bu hukmul vodining qatoridan deb oxirida xulosaldi. Shuning bilan bugungi darsimiz oxirlashdi va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.